Assalomu alaykum kanal a'zolari. Mana bugun bir bejirim soqqa fason qilamiz. Soqqalarni chopib tashlagan holatda taraf fason qilib ko'pkari o'rnatib berdik. Darvozamizda Chuqurvonga birinchi bo'limga ko'pkari o'rnatganmiz. Darvozamizda enlari 4 metr, bo'ylari ham 4 metr bo'lgan. Darvozamiz devor kraskada bo'lgan. Darvozamizda yondoqlariga 10 ga 10 ikkilik stena, tag tomonlariga ishlar, ichki qo'rg'onlar 6 ga 4 dan qilingan 1.7 stenada bo'lgan. Listlarimiz 2 qavatlik, tupletli bo'lgan, 1.8 listdan chiqarib berilgan. Zamoklarimiz doimgidek zubul zamok. Ochilib yopilishlari xudo xolasa ideal holatda. Kimga shunaqa bejirim chiroyli darvozalar kerak bo'lsa, Instagramga aloqa qilishsa mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bepul. E'tiborlaringiz uchun rahmat.